Ko'pchilik so'ragan 3 kilovatli kotelimizni bu tokda ishlaydi, bir fazada ishlaydi. Zashitasiga keladigan bo'lsak, 5 ta zashitasi bor. Zamykaniyaga suvsiz ishlab qolsa, suvi qaynab ketib qolsa, havo kirib qolsa, hammasida kotel avtonomniy o'chadi o'zi. O'chib, aybini topgandan keyin yonadi. Endi buni quyosh paneliga qanaqa o'rnatsa bo'ladi, qanaqa effekt beradi? Mana Miraziz hozir tushuntirib beradi. Savol-javobni o'zingizlar ko'rib olasizlar. Miraziz. Assalomu alaykum Ibrohim akam obunachilari. Hozir Ibrohim akam o'zlarining ixtirolari bilan kelgan ekanlar. Mana shu 3 kilovatli kotelim, shu narsani solnechniy panel bilan qanaqa qilib ishlatsa bo'ladi degan savol bilan keluvdilar. 3 kilovat потребность bilan bunaqa kotelni men to'g'risini aytsam birinchi marta ko'rishim. Aytishlari bo'yicha dunyoda analogi yo'q deyaptilar. Endi bu narsani o'zingizlar bemalol kirib tekshirib olasizlar. No, Ibrohim akam menimcha aldamanglar deb o'ylayman. Bu narsani men действительно ko'rmaganman. No, akalar bu zo'r tarafi kilovatni 3 kilovat ekan soatiga atigi. Sizlar eng kamida 5 kilovatli solnechniy podstansiya qurib qo'yadigan bo'lsanglar, bo'ldi teppa tekinga 3 kilovatdan o'zingizlar ishlatasizlar, 2 kilovatdan zapas освещениялigi ishlatadigan bo'lsanglar, bemalol ishlataverasizlar. Faqat bitta no tarafi bor. Bu narsani qishlik, quyosh yo'q paytda qilinadigan davlatdan svet o'chib qolmasa bo'ldi. Agar davlatda svet bor bo'ladigan bo'lsa, bemalol qishligini yozda, yozligini qishda qilib turib, pererashyot qilib, doimiy ravishda tekinga quyosh chiqib berganini o'ziga sizlar kotelni bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Shunaqa tizim orqali mana tekinga kotel уже qarabsizlarki, sizlar uchun zo'r yechim bo'lib turibdi. Ibrohim aka, ideya qalay? Ideya zo'r. Endi agar sveti bo'lmaydigan joylarga qilsa bo'ladimi? Uni qanaqa yechim bor? Svetlar umuman avtonomniy qilish xohlaydigan bo'lsanglar, svet umuman bo'lmaydigan bo'lsa, aka, biz bunga gibridniy sistemani ulab beramiz. Ya'ni akkumulyator ham qo'shilinadi. Akkumulyator qo'shasiz, kunduz kuni quyoshdan kelayotgan tokdan akkumulyatorga zaryadka olib, rezervini yig'ib qo'yadi. Agar davlatda ham svet yo'q, kechqurun bo'lib qoladigan bo'lsa, akkumulyator o'zidan 3 kilovatni ishlatib beradi. Bemalol ishlata oladi. Bemalol ishlatib bera oladi. Bizda mana bunaqa litiy-ionoviy BYD ning akkumulyatorlari bor. Biz o'zimiz официальный представителimiz. Bitta mana shu akkumulyator hozir bu yerda 20 kilovat turibdi. Bir-biriga bemalol ulanadi. Bitta mana shu akkumulyatorni 5 kilovatligini olib qo'yib qo'yadigan bo'lsanglar, 3 kilovat kotellarni isitib berishga bemalol yetadi. Agar buni ko'paytiraman desanglar ham muammo yo'q. Shunaqa tizimlarimiz bor. Quyosh paneli bo'yicha murojaat qilaverasizlar. Kotellar bo'yicha Ibrohim akamga murojaat qilaverasizlar. Xullas, kotelimizga 3 yil garantiya, quyosh panellariga qancha garantiya beryapsizlar? Quyosh panellariga ustanovkasiga qarab turib, eng minimum solnechniy panelni o'zini zavodskoy garantiyasi 15 yildan 20 yilgacha bo'ladi. Srok ekspluatatsiya deydi. Ishlatilish muddati 20 yilgacha bo'ladi. No, agar biz umumiy sistemani qo'yib beradigan bo'lsak, umumiy sistemaga biz 7 yildan 10 yilgacha garantiya beramiz. Hamma ishlab chiqarayotgan kotel ham, quyosh paneli ham hammasi garantiyli bo'ladi. Qo'yib berib, endi men Miraziz mana bunaqa ishlayman-da, kotelni qo'yib beraman. Endi u sizlarga ta'siri yo'q. Bir hafta sinashga ham beraman. Bir haftaning ichida ko'rasan, issiq pulini berasan degan joylarim ham bor. O'shanga garantiyalari xudo xolasa zo'r. Ko'rib, tanlab olaverasizlar. Hammaga rahmat.